ning jonu jahoniga aylangan asarlar muallifi barchamizning qadrli insonimiz Xudoyberdi To'xtaboyev xotirasi qalbimizda mangudir. Xudoyberdi To'xtaboyev asarlari yumorga boyligi, bolalar hayoti, uning o'ziga xos tabiati, xususiyatlari, ruhiy kechirmalari nihoyat jonli, qiziqarli, bolalar bopligi bilan ajralib turadi. Xudoyberdi To'xtaboyev O'zbekiston bolalar adabiyotini jahon miqyosiga olib chiqqan ijodkorlardan biridir. Asarlari rus, fransuz, ingliz tillarida tarjima qilingan. 28 ta mamlakatda nashr etilgan. Xudoyberdi To'xtaboyevning 5 bolali yigitcha nomli asari urush yillarini o'z ichiga qamrab olgan. Asarning bosh qahramoni Orifjon hisoblanadi. Urushning tahlikali yillarida Orifjonning otasi frontga jo'nab ketadi. Onadan yosh ayrilgan Orifjon qaramog'ida 5 ta norasida ukalari qoladi. Mana shu norasida ukalarini urush ocharchiligidan, urush vayronagarchiligidan qutqazish uchun Orifjonning boshiga ko'p sarsangarchiliklar va sarguzashtlarni boshidan kechiradi. Sarguzashtlarning bir parchasini aytib bermoqchiman. Katta aka, uzum olib keldingizmi? Hozir olib kelaman. Robiya singlisini tizzasiga o'tqizib, uzum yegim kelyapti, shaftoli yegim kelyapti, dedi nozik barmoqchalarini yozib ko'rsatdi. Bu asarimiz 4 qismdan iborat.